Assalamu alaikum, Şark Türkistanlık aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Germaniyaning Myunx shahrida tasdiqlangan Tor televiziyasining bugungi suhbat programmasiga xush keldingizlar. Men program riyosatchisi Faraturon Qashulaman. Oldi bilan stansiyamizdagi barliq xodimlarga vakolatan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Shundaqla Janob Allohdan hammangizlarga xotirjamlik, salomatlik, baxt, saodat va barakat tilayman. Hürmetli televizor görüşçüler, bugünkü söhbət programımızga qimmatli ichki mehmonimizni taklif etildi. Hammanglarga tunush, shundaq bo'lsa-mu, sizlarga qaytib bir tunishtirib o'tay. Mana bu efendim Dünya Uyghur Qurultayınınki raisi, shundaqla xalqaro vakolatsiz millatlarninki millatlar tashkilotining ma'muriysi Dolqun Aysa efendim. Dolqun Aysa efendim, xush keldiniz. Bu efendim yana hammanglarga tunush Dünya Uyghur Qurultayı icra komitesininki reisi, shundaqla Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq programmasininki mudiri Ömer Kanat efendim bo'ladi. Ömer Kanat efendim, xush keldiniz. Efendim, sizlarga ma'lum, biz texnik namoyishni biz tunugin oxirlashtirdik, ya'ni 4-27 kuni Brükselda Dünya Uyghur Qurultayıning uyushtirishi bilan 5000 kishilik namoyish uyushtirilgan edi. Bu namoyishni muvaffaqiyatli bir namoyish deb o'ylayman. Hozirgi kelgan inkaslarga qaraganda xalqimiz bu namoyishdan nihoyat mamnun, nihoyat rozi, nihoyat suyungan. Hatto namoyish tugagandan keyin nurg'un namoyishchilarimiz ashada qo'pmay bir qancha soat ashada suhbatlashib namoyish maydonida o'tirib nima qilib, nihoyat ahamiyatli bir namoyish oldu deb xalqimizning umumiyatga yaxshi bir bahosi bor. Dolqun efendim, hem de bu namoyish haqida sizningki, masalan bu namoyishninki oldi keyindiki ba'zi hadislar va yoki namoyishninki natijasi, unumi haqida sizningki televizor ko'ruvchilarimizga deydigan qanday bir fikriniz bor? Ko'p rahmat. Siz deb o'tgandagidek bu 5000 kishilik namoyishimiz nihoyat muvaffaqiyatlik, hech qanday bir masala ko'rinmay, tartiblik, intizomli biz umid qilgandagidek o'tdi. Bu namoyishni biz degan birinchi ayning oxirida dunyoga shunday 5000 kishilik bir namoyish qilish chaqirig'ini e'lon qildik va shuning bilan dunyo qildining bu chaqirig'iga asosan Yevropadagi Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur tashkilotlarini asos qilgan bir tayyorlik komiteti qurdik. 3,5 oyga yaqin bir tayyorlik qilish jarayonida butun Yevropadagi teşkilatlarımızın zich hamkorlashi, ittifoqlashi va bütün kuchi bilan safarbar bo'lishi natijasida en ahırda biz ko'zlagan bu namoyish ro'yobga chiqqan bo'ldi. Biz bu namoyish orqali bir Xitoy hukumatiga, garchi Xitoy hukumati vatanda urug' tuqqanlarimizni go'rga elish, u yerdagi insonlarimizni 1 milliondan ortiq insonni lagerlarga surgun qilish, qamash orqali Uyg'ur xalqining ruhini ujuqtirish uringan ve çeteldeki avazımızı boğuzga urinayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning buningga maqsad yetenmaydiganligidan iborat. Bu texnik Xitoyning bu hareketi bizning irodamizni texnik keskinlashtiradiganligini, vatanning sirtida bu hareketni texnik kuchlantirishga sabab bo'lganligidan iborat bir reallikni Xitoy hukumatiga xotirlatgan bo'ldik. Ikkinchisi bu yerda dunyoga, bo'libmi Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlat rəhbərlərə və bu arqılıq Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı bütün xalqarağa Uyğurların haqq hüququnu tələb qilish, yəni dünyanın adi kəşf oladiganlığını bugündən qanmay turib bu hərəkət qol tiqish kerakligini, ünüm beradigan çara tədbirlər haqqında izlanish kerakligini, bu Xitoy degandagidek az sondagi bir insonlarning masalasi emas, bütün Sharqiy Turkiston xalqining orzu, armoni bo'lganligidan iborat bu reallikni ular xotirlatish, haqqimizni talab qilish bo'ldi. Yani onundan başka bu namoyish hem de bütün şu vatan sırtındaki teşkilatlarımızla işbirliği, hareket cihette birliği, bir yere ekegen texnik qattiq ittifaqlaştırgan, yani Uyghur teşkilatları zich hamkorlashalaydiganligimizni, dava adamlarımızın bir aramızga muştaq ciddi vezde kelaydiganligimizni, hiçbir problem bo'lmaydiganligini ispatlagan, birlik ittifaqlığını emniyetli ispatlagan, quruq gaplar emas, emniyetli ispatlagan bir hareket bo'ldi. Bu munosabatlar men bu namoyishni tashkillagan, bunun tayyorlik komitetida xizmat qilgan barliq Dünya Qurultayı rahbarlari va Dünya Qurultayıga a'zo bo'lmagan bütün Yevropadagi va hatto Amerika, Kanada, Yaponiya, Avstraliyadan qarindoshlarimiz keldi. Shuning tashkilotlarimiz bunga qo'lladi. Andan keyin hatto 5000 kishilik namoyishni
qo'llash munosabatlar masalan Kanadada, Avstraliyada, Amerikada, Yaponiyada yana boshqa davlatlarda bu namoyishlar olib borildi. Bu munosabatlar men bu avval bu 5000 kishilik namoyishni tayyorlagan tayyorlik komitetidagi bütün tashkilot rahbarlariga alohida rahmat aytaman. Bunun bilan munosabatlar yana bu tashviqot komiteti bir komitet qurilgan 5000 kishilik namoyishninki tayyorlik qilish uchun Yevropadagi tashviqot xodimlarimizdan, media xodimlarimizdan asosiy qilgan holda ularning rolini ko'p bo'ldi. Ularga rahmat aytaman. Bu WhatsApp gruplarida nurg'unlagan xolisona xizmat qilgan qadrdon qarindoshlarimiz bo'ldi. Ularga bu yerdan bu munosabat bilan rahmat aytaman. Bu namoyishimiz vatanimizga, millatimizga, davoyimizga xayrli bir namoyish bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat Dolqun efendim. Ömer Kanat efendim, bu mesela bizning namoyishninki dunyoga qurildi, bu 5000 kishilik namoyishninki kampaniyasiga mos holda, shuning parallel holda bu mujohirat yashayotgan qarindoshlarimizning vatan ichida Xitoyning turmlarida yoki bo'lmasa Xitoyninki jazolash lagerlarida ya tutqun qilinayotganlar, urug' tuqqanlarni shuning tizimligini tizimlash kompaniyasi yapagandыңlar ve bu kampaniyani yapıştaki maksatımı bu tizimlikni Avrupa İttifakı yani Avrupa Komisyonu sunuş maksadı bu kampanyanın yapağalığını cekalığandыңlar. Bunun bir kampaniyada qanchalik ovoz toplandı bu yig'ilgan bu tizimlik munosabat sizlar degan o'rinlarga sunildimi? Bu haqda ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Birinchi Dolqundan keyin deydigan gapiga yana bir namoyish haqida bir nima qo'shib qo'yg'im bor. Bu namoyish bir tarixiy namoyish bo'ldi endi. Bu shu muhojiratdagi ya'ni Uyg'urlarning ya milliy muhojiratdagi milliy mujodala tariximizda misli ko'rilmagan bir namoyish. Chunki bu namoyishga butun dunyodagi dunyoning 4 qit'asidan inson keldi, qatnashdi. Bütün teşkilatlardan adam geldi, katnaştı. Şunun için bu bir tarihi namoyish oldu. Onun sırtında yani bu namoyishda bayam Dolqunma deb o'tganda Xitoy gerçi bizning milliy ruhimizni bo'g'ish sirtda ishda bo'lsin, vatan ichida bo'lsin bunday qismi, lekin buningga yetanmaganligini, buningki aksi bir natija berayotganligini, milliy ruhimizning texnik ko'tarilayotganligi bir isbot edi. Chunki Avstraliyada necha 1000 kilometr uzoqlikdagi yerlardan 70 yoshdan oshgan buvaylar kelib qatnashdi namoyishimizga. Yana shu Avropa ichidan bo'lsin, Kanadadan bo'lsin, shundoq uzoq musofalardan qit'alar atlab, dengizlar, okeanlar ishib, 7 oylik buvaqlar, 7 yoshdagi kichik bolalar qatnashdi. Ya'ni bu bir namoyish, ya'ni o'z nimasida tarixiy bir namoyishdi. Ya'ni bu namoyish misli ko'rilmagan bir namoyishdi. Şunun için hamma kelganlarning hammasiga rahmat aytaman men Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan. Uning dikinza mushu namoyishga ajri singan, namoyishning tayyorlanishida, uyushtirilishida, tashviqot ishlarida ajri singan bütün qarindoshlarimizga bu yerda rahmat aytaman. Albatta biz bu namoyishga shundaq bu namoyish yana birsi namoyishninki bu Avrupa Komisyonining oldida va bütün Brüssel ko'chalarini aylanib chiqqan chaqda bütün şu Avrupa Birligininki shu Avrupa İttifaqıninki munosabatlik hukumat rasmiy doiralarining hammasining oldini o'tdik. O'tgan chaqda bu namoyishchilarning ovozi, necha ming namoyishchining ovozi, bu yerda ishlayotgan kadrlarninki, bu yerdagi har qaysi shu Avrupa İttifoqiga a'zo davlatlarninki vakillarining nimasiga anglandi. Uyg'urlarning siymasini ko'rdi, Uyg'urlarning ovozini angladi. Shuning uchun bu namoyishninki ta'siri alohida bo'ldi deb o'ylayman. Albatta namoyishga shu tayyorlik qilish uchun, bir sunish uchun Yevropa İttifoqiga bir tizimlik tayyorlangan. Bu hozir nimadagi jazo lagerlarida tutib turilayotgan Uyg'urlarning bir tizimligi. Buni necha oydan beri Norvegiyadagi qarindoshlarimizninki g'ayrati bilan ularninki kecha kunduz ishlashi bilan bu nima tayyorlandi, bir tizimlik tayyorlandi. Bu tizimlikni biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan bu hozirlikdagi jazo lagerlari haqida tayyorlangan bir dokument bilan birlikda namoyishdan bir kun burun Avrupa Komisyonining munosabatlik doiralariga sunduq, shular bilan kurashdik. O'zimizniki bu tayyorlagan dokumentni va shu tizimlikni berdik. Ular buni xo'shallik bilan qabul qilib buni jazman bu o'ziniki
münasebetlik organları da ciddi bunu tekşürüp çıkıdığanlığını ve onun için bu meseleyi Xitay bilen çokum o'ttirib qo'yilganligini bayon qildi. Biz yani bu jihatda o'zimizniki maqsadiga yetdik, maqsadimizga erishdik. Rahmat Ömer Kanat efendim. Dolkun efendim mesela tünegi bu namayış ahırlaşkan dikilla bazı kırımdaşlar soraşkı başladı. Bu namayışın ki neticesi kandak buldu mesela Avrupa Komisyonu namayış dinkin Avrupa Komisyonu bilen bir görüşüş nimeleri buldu mu deyilgan sualla çıkışka başladı. Şoňa hem biz bu wagtda siz bir malumat berip ötken bolsaňyz mesela namayışdan keyin kandak boldy? Şu namayıştan keyin Ömer Kanat degendek namayıştan bir gün burun Avrupa Komisyonu'na biz o öjetlerini, materiallarını takdim kıldık. Yani erznamamızda, resmi şekilde Uygur halkının erznamamızda bu asas maksatlardan birisi. Onun deyinki namayış tügügendeki namayış işki tügüydü saat 3'te. Şu biz namayış kılgan yanındaki bina Avrupa İttifakı Taşkı İşler İdaresi, yani Taşkı İşler Ministerliği Avrupa İttifakı'nın. Biz iyede Xitay Komitesi'nin müdürleri bilen, münasebet xadimleri bilen sözleştik. Bir yarım saat bir söhbetimiz oldu. Bu iş namayışını ular zaten hemen anlayan bu namayışınki tesirini bir söhbet jaryanımızda kördük iyede. Ular bu işki qançılık ciddi mamlıq vatqanlığını, Uygurlarning bu kadar bir güçlük ega bo'lganligini bu yerda ular his qilmagan gap. Bu shundan boshqa his qilgan. Biz yana bir qatim ularga Yevropa ittifoqiga iltimos qilish emas. Ularning majburiyatlarini xotirlatishni asos qildik. Sening bizning huquqimizni qo'llash majburiyating bor. Chunki biz Yevropa vatandaşı, bu namoyish qilgan odamning 90%, 95% Yevropa vatandaşı va Yevropada qonunliq Yevropaning siyosiy, iqtisodiy, madaniyat taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan, bajlarını to'layotgan bir insanlar. Demek bular xotirjam bulanmasa, üyedik atanları, uruk tuqqanları iyada azap çekivatsa, chet elde yaşaganlığının bedelini ular tölevatgan bolsa, sizlerin bu meselede mecburiyetinler var. Biz sizlerge yalvarıp gelmedik, mecburiyetinlerini hatırlap gele ve bizden hak hukukumuzni qo'llash mecburiyetinler var. Diyen dersini kıldık. Bu uların ayeti ciddi tesir kıllıqının ifadelerini biz kördük. Hazır ben onun işini bizim söhbet jaryanımızın boldu. Avrupa İttifakı bu meselede ciddi bir oyunluş kıldı. Elbette onun ama bizim bu namayışlarla bunu bol dem işimiz tügüt demeyimiz. Bunun ahırısını hem de devamlı bunu sürüştürüp durumuz hem de. Hudayım bursa biraz işler cayır düşkendeyken aldığımız geplerde yani Avrupa İttifakı verip bunun devamını sürüştürümüz. Hem bunun başka bir dep koyduğumuz bizim vatandaşlarımız var. Bir katılım namayışlar bütün meselemiz yazılırken deydiğim bir düşünce kep kası bulmaydı. Bu bir başlangıç. Biz namayışın bu meselenin alaytılık aldık. Bir başlangıç. Bunun deyinken tek hareket aldığımızda. Tekimi ciddi, tekimi ünüm bereleydiğin hareketlerini kılışımız mümkün. Dünya Kurulu'yu bunun planlarını müzakere kıvatımız. Aldığımız günlerde halkımızga yeni çağrıklarımız buluşu mümkün. Buludu elbette. Bununla bütün milletimiz tecavüp duruş gerek edileceğidir. Rahmet Ömer Kanat efendim, mesela bu 4. ayının 23. yılları bilgen ki Antwerpen şehirde Dünya Kurulu'nun 6. nöbet Dünya Kurulu'nun ki tunca katemlik icra komisyonu jigan çakıldı. Bu jiganın ait mühim kararlarında hem de bir yerde en mühim bir kararlarının birisi mesela hazır bu sistem tibetikade var Uygurluk bedeli tüzümünü sistemlaştırış bunu bütün muhacirete yaşayotgan Uygur kardeşlerimizin işi de kendi hayatı umumlaştırış hakkında karar ilendi. Hem şundakla her kaç devletlerde yaşayotgan kardeşlerimizin kirim ahvalı turmuş seviyesi qarab durup bu ne maksus şu yerdeki teşkilatımızdaki mesullarının fikrini yaptırıp bir kategoriya bekitildi bu jığında mesela garip devletlerde yaşayotgan kardeşlerimiz 18 yaşını yukarı hem de mesela 3 eurodan 5 eurogacha. Anadolu'daki Türkiye'nin merkez kılgan Orta Şarkı rayonundaki kardeşlerimiz 3 euro. Anadolu'daki G'arbiy Türkistan yani Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'da yaşayotgan kardeşlerimiz 1 dolar yani 18 yaşını aşkan. Muşakta bir mesela bir malumat verip ötseniz bunu umumlaştırış imkaniyeti var mı? Bu vakti halkımızga deyilgan vakında tavsiye ediniz. Birer sözleriniz var. Nimadan avval yana o'sha Dolqinninki gapiga nima qo'shib qo'ymoqchi, Dolqinni bayonlab o'tdik. Tuniginki o'sha namoyish tugagandan keyingi bizniki o'sha Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mas'ul ministerligi bo'lgan, ya'ni shuning xodimlari bilan ko'rishganimizda shu masala rost degandek nayt ularda ta'sir qildi deylik. Sizlarning o'zinglarning vatandoshi bu. Biz bu yerda birinchisi bu Xitoyninki zulmiga qarshi
özümüzdeki narazılığını bildirip sizlerden yardım soraş için geldik. İkincisi üzerlerindeki vatandaşlarınlarga ilgi çıkışınlar için. Çünkü Xitay hükümeti hazır o yerdeki Uygurların erkinliğinin boğuş koşumçayana sırtı yaşavatkan Avrupa devletleri de Avrupa vatandaşı olan, Avrupa grajdanı olan, Avrupa İttifakı'na mensup azad devletlerinin grajdanları olan bu Uygurların hak hukukunu depsende kılıvatıdı. Qanda depsende kılıvatıdı. Depsende kılıvatkanlığı bularınki bir yıldan beri bir yerdeki kıyırdaşlarımızdaki, bir yerdeki urug' tuqqanlari bilan, ota-onalari bilan, hadi singillari bilan, aka-ukalari bilan aloqalashamavatganligi. Buningdan cho'ng bir dafsandichilik bo'lamdi. Bir insonninki o'ziniki bir qarindoshi bilan ko'rishi, ota-onasi bilan ko'rishaolmaganligi, ularga bir telefon qilib, telefonda hatto so'zlashaolmaganligi, ularning ahvolidan xabar ololmaganligidan cho'ng dafsandichilik bo'lamdi deydi. Bular nayti bularda bir ta'sir qo'zg'adi. Bular bu ishlarga jiddiy qaraydiganligini, bu masalani yana Yevropa İttifakı'nınki münasebetlik orunlarda ham Xitoy bilan bo'lgan nimasida buni o'tirib qo'ydiganligini deydi. Biz bu yerda tunji qitimliq bu 6-cı qurultaydan keyingi tunji qitimliq Dünya Uyghur Qurultayı'nın icraya komitetining yig'inida açtık. Bu yig'indagi e'lingan qarorlarning biri o'sha Uyg'ur bedeli meselesini yo'lga qo'ymoqchi. Bu burun bo'lgan, ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultayı'nınki oldingi yillardagi qurultaylarda bu qaror elingan, bu shundoq bir sistemni o'tirib qo'yish taklif qilingan va keyin bu ishlar amalga oshmay qolgan. Endi buni biz shu 6-cı qurultaydan keyin buni amalga oshirish, buni shu sistemlashtirish uchun bir tashabbusda bo'ldik va bu qarorni qabul qilindi. Bu nima? Endi bu Uyg'urlarning bu o'zining Uyg'ur bo'lganligining bir badali bo'lishi kerak buniki. O'zini Uyg'ur tonigan har insonninki buning ichiga kirish kerak. Bu milliy ruhimizning va butun dunyodagi inat ittifoqlikning va biz bir mansubiyatninki bir nishonasi bo'ladi endi shu Uyg'urga mansub bo'lganlikninki bir alomati va bir shu vatanga, millatga, da'voga ega chiqqanlikning bir alomati bo'ladi. Shuningga buni o'tirib qo'yishni tashabbus qildik va jazman o'tirib qo'yamiz dedik. Buni Dünya Uyg'ur Qurultayı'nınki rahbarlaridan ondan keyinsa o'sha Dünya Uyg'ur Qurultayı'ga vakil bo'lib kelgan insonlardan boshlab yo'lga qo'ydik. Bu birincisi mishada amalga oshdi. Undan keyinsa biz buni o'sha tashkilotlarga, har qaysi davlatlardagi tashkilotlar bilan paranglashdik, ular bilan maslahatlashish orqali buningki qanchalik bo'lish, ya'ni har davlatga qarata qancha bo'lishi kerak. Masalan, O'rta Osiyo desak $1. Bu bedel, nima bedeli? Uyg'urlik bedeli. Masalan, Turkiyaga desak $3 deb shunda masalan shu davlatlarningki o'rtasidan chiqalaydigan shu davlatlarningki iqtisodiy vaziyati qarab buni belgiladik va u tashkilotlar bizga mansub bo'lgan tashkilotlarni buni yo'lga qo'yishda biz bilan hamkorlashadiganligini ifodaladi. Mushundaq bir nimaninki cho'nqum amalga oshadiganligiga buning texmo keng doirada yeyilib butun dunyoda ki aldığımızdaki yıllarda bu Uygur bedelining her bir kişi men Uygur degan insonning buni o'taydiganligini, to'laydiganligini, yillik bedelini va shuning bilan birlikda uning Uyg'urga mansub bo'lganligining bir isboti bo'lib qolganligini va buning milliy ruhimizning kuchlantirilishida, Uyg'ur ruhining kuchlantirilishida naytjon rol o'ynaydiganligiga ishonaman. Rahmat Marqat efendim. Hakikaten degandek hozir bu iqtisodiy masala bu Dünya Qurultayı'nın emas, bütün chetlarning muajiratdagi bütün tashkilotlarimizningki yoki ilmiy tashkilotlarimizningki eng muhim masalalardan biri bu. Iqtisod bo'lmasa hatto o'yin talaga chiqolmaymiz. Endi bu hozir Uyg'ur davosi bo'lib Dünya Qurultayı boshlamchilik qilib berilayotgan bu Uyg'ur milliy harakati asosan xalqaro ish bo'ldi endi hozir. Nihoyatda ko'p iqtisod talab qilgan xalqaro munosabatlar nihoyatda yuqori, nihoyatda keng cho'ng bir da'voga aylandi endi bu. Chunki biz 20-30 million xalqimizningki davosini qilyapmiz. Dokun efendim siz shu Uyg'urlik badali masalasi kelgan vaqtida sizningki xalqimizga qanday bir tavsiyalaringiz va buni bir anlatsak. Şu Ömer Kanat Efendi deb o'tganidek bu Uyg'urlik bedeli meselesi yeni bir mesele emas. Aslında bu 2006 yılı Dünya Uyg'ur Qurultayı'da qaror qabul qilingan ve qismen yo'l qo'yilgan. Ama keyingi vaqtlarda har xil sabablar bilan
Bu taze eminleşmeye kaldı. Biraz dünya kurulunun programlarının sırtı kalan bir mesele. Bu biz bunu hazır emde siz degeni gibi Şərq Türkistan davası, Uygur davası xalqaralaşkan bir vaziyette. Ama muşu davanın muşu süratli tutup duruş ve terak kıldırış için profesyonellaşkan, kesipleşken xadimlara ihtiyacımız var. Yani, tabii biz xalqaralardan, başka xalqara fondlardan maddi yardım izleyatımız ama bu dava aval Şərqi Türkistanlıkların, Uygurların davası. Oldu bilen bu bedelini özümüz ödüşümüz gerek. Şunun için bunun bedelini biz Uygurluk bedeli de atıyorduk. Yani. Her mesela Kazakistan'da, Kırgızistan'da ayda $1 18 yaşında toşkallar. Yani $1 töleş arkalı yüzüne muşu davanın bir parçası da hesaplayalaydı. Yani. Yüzüne muş davağıma hesli koştuğunu yapayalaydı. Bir yılda $12. Bir yılda $12 ne? Her kandak şekilde bu eğri bir neyse mesela. Şu insanın yüzünün Uygurluğunu hatırlatıdığan ve Uygurluğunu esleydiğin bir simbol karakterlik neyse. Biz Türkiye'de $3 dedik. Avrupa devletlerinde, Kanada'da, Japonya'da, Amerika'da ve Avustralya'da garip devletlerde bunu biz $5 dedik. 18 yaşında yüklü. Bu $5 bir kadımda kafenin pulu. Bunun pulu. Ama şu $5 bilen veya şu $1 bilen ya $3 bilen biz Uygur davasının için kançılık kıymeti bağlılığını kiri çekti köreleydi. Şunun es koşkan insanlar şunun huzurunu tetiğe alaydı. Şunun da bütün diğerden Şərq Türkistanlı qeyrindaşlarımızga, cümleden Uygur qeyrindaşlarımızga dünyanın hem yerdeki yüzünün bu mecburiyetini 5. ayının 1. günden başlayıp icra kılış gerek. Biz 12. ayda, 11. ayda tüygendikin 12. aydan başlayıp bu Uygurluk bedelini emilleştirişini Ömer kadar diyen gidek Dünya Kurultayı'nın rehberleri ve Dünya Kurultayı katlaşkan 120'ye kadar Dünya Kurultayı'nın vekillerden başladık. Bu da %100% orlandı. O kadar icra komitesinin yığınırken vaxtıda bütün vekiller, onun bu vekillerge ve kurultay rehberlerininki Uygurluk bedeli yukarı. Kurultay rehberlerinin Uygurluk bedeli her ay €20. Avrupa Üniversitesi'de. Kurultay vekillerinin €10 kurdu. Bu şuna devam kıldı. Hem de normal vatandaşlarımız için biz bunu şu devletinin konkret iktisadi vaziyeti karab belirledik. Bu herkes eğri geldiğinden kötürenmeydiğinden bir yükünü kımıdı. Bunu arkalık bütün Şərq Türkistanlı qeyrindaşlarımızın 5. ayının 1. günden başlayıp yol koyulduğun bu Uygurluk bedeliye teyyar oluşqa bunu her ayda bizden versin buldu, yıllığını bir versin buldu. Bütün mesela Avrupa'da $5 dedik, bir yıllık $60, €50 diyen gel. Bir yılda €50. Kazakistan'da $12 bir yıllık. Türkiye'de $35 olan buldu bir yıllık. Bunu erkandaki insan vereleydi. Şunu olmuştan hazır buluş gerek. Biz bu iktisadi neyse hem karındaşlarımız diyen gidek yüzden Uygurluğunu, vatanperverliğini hatırlatışması ikinciden bu pul nurgulluğun kesbi insanlarımızı muş davaga ekirişke abiyatımı dep öttük. Mesela muşu vatandaki qeyrindaşlarımızın uruk tuqqanlarının bir arxipini to'g'izib chiqish, shularning hujjatlarini redlab chiqish kerak. Bunu qarindoshlarimiz ishdan sir qildi. 500-600 odamning nimasini redlash uchun dunyoning ishiga tutdi unga. Ha, hujjatni qilib. Endi davomli bu ishdan sir qilib bo'lmaydi bu ishlarni. Maxsus insonlar bilan qilgan vaqtimizda uning ta'siri cho'ng bo'ldi. Bugun Dünya Şərq Türkistan davası xalqaralashgan bir davo hamma yerga quruq gap bilan bog'lanmaydi. Hujjatlar bilan, materiallar bilan, dokladlar bilan kıymetli derslerden verişimiz gerek. Ula onunkin ciddi kalıdı. Evet. Onu kandaklarımız aşırı şekilde bizim qeyrindaşlarımızın kelgen Uygurluk bedelinin bilen biz şundak insanlarını şu nersek seferber kılalayımız. Bu mesela bir gün kıldı hep dağılır. Bu dava hep dağılır kıldıgan, üçtünkin kıldıgan, uxlayışın aldı kıldıgan dava emez hazır. 24 saat, 360 gün, 5 vakit namazını kandak şekilde perhiz olgan bolsa, aşındak şekilde perhiz olgan bir aldık geldi hazır. Şundan bir yerden bütün qeyrindaşlarımızga bu Uygurluk bedelini meselesine 5. aydan birden başlayıp ciddi şekilde eski ilişki ve bunu seferberlik kılmız. Biz dünya kurdu bütün devletlerde bunun münasebetli kadımlarını belgeledik. Yakında bizim kurultay fondunun mesulü bu neslerini her kayıt devletlerde kimden mesul bunu ilan kıldı. Qağa vakti şular yetkizmesi oldu. Rahmat, hürmetli Tolqin efendim, hürmetli Ömer Kanat efendim, kıymetli vatandaşlar çıkıp bugünkü söhbetimizge qatnashib geldik. Bir nimene qo'shib qo'yib, Dolqin bayan dedim, tizimlikni tayyorlash meselesi nayt uzun bir vaqt ketdi. Bu qeyrindoshlarimiz nayt jabolik bununla ishladi. Bu tizimlik faqat ismlarni yozib qo'yishla emas. Şu insan haqidagi har bir shaxs haqidagi ismi yozilgan to'liq ma'lumot tepish. İsmi, cismi, familiyasi, qayerda turayotganligi, qancha yosh,
bununki haqidagi bütün arxivni turg'izib chiqish. Shuning uchun nayt uzun vaqt ketdi buningga. Ya'ni tizimlik desak, o'sha nimadagi hozir jazolar berib turayotgan mana shu alamning killa ismini yozib bergan masala emas. Shuni bayon degandek bu to'liq bir hujjatlik bir nima dokument bizning sunilganimiz. Albatta. Yana bir qisqa qo'yay. Biz ham buni texnik mukemmelleştirish uchun, çünkü adamlar bizga kimlik kartini avatib berganda uni tizimlash to'g'ri keldi. Ba'zilar shu chala ma'lumotlar. Shunga biz maqsad bu to'g'riliq bir hozir bir torbeti. Hamma adam o'zining ma'lumotlarini shunday shaklda kirgizib qo'ya oladigan arxivlashtirgan. Andan keyin biz bunun orqali bir maxsus shaklda bir arxiv sistemasi nimasi shaklda bir torbeti qilmoqchi bo'lyapmiz. Bu orqali qancha ayol kishi, qancha bola, qancha kishi, qancha yosh, shularning hammasini statistika chiqalaydigan. Chunki quruq gap bilan ish bo'lmaydi bugun. Biz dunyoning yordamini qo'l qilamiz desak, hujjatlik, poklik, qayriqlaydigan narsadan qilsak, dunyo bizni jiddiy oladi, ish ko'zimiz yig'laydi. Bo'lmasa, haqiqatan qiynalib ketishlar. Sizlar biz ishimizni deb qo'ydik, uning bir ahamiyati bo'lmaydi. Biz mushunga erishmoqchi. Rahmat, Dolqun efendim ve Qanat efendim bergan qimmatli ma'lumotinglar uchun. Xudo bo'lsa, bundan keyin sizlar bilan boshqa temalarda suhbat o'tkazishtirishimiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Tilak etimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'lib, xayr bo'lsin.